Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi bizning ishimiz Damas avtomobiliga qilgan ishlarimizni ko'rsatamiz bir karra. Oyna rela qo'yilgan, xullas kalom. Eshiklar qulflaganda o'zi ko'taradigan relasi mana oyna rela va eshik nimalarda oynalarni ko'taradigan mana kulchatillari. Mana oyna ko'taryapti. Mana shu. Oldiga ham qo'yilgan ikkita kulchatir. Kulchatir qo'yilgan mana. Mana tushirish. Sizlarga hozir pultda sinab ko'rsataman. Bu yog'ini ham tushiramiz. Bu oynani ham tushiramiz mana. Eshiklar bekitib turgan. Ha'lardan bekit. Mana pult. Eshiklarni bekitganda avtomatik ko'tarishni boshladi mana. Endi bu yosh. Mana kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Oltiariq tumani, Katbut qishlog'i. Telefon raqamlarimizni videoni ostida qoldiraman.